Asosan muammo nimadan kelib chiqyapti? Ochiqcha sizga aytadigan bo'lsam, huquqiy madaniyat va huquqiy ong bilan bog'liq bo'lgan narsa bu. Siz hozir qanday ilmiy yechim ko'ryapsiz mahallada? Aynan mana shu narsa ilmiy yechim bo'ladi. To'g'ri qiling, mana Amerikada bir Garvard universitetida tadqiqot bo'lgan ekan. Shunaqa holatlar bor, qonunda uni javobi yo'q. Mahallada ahvol qanday ekan? Meros bilan bog'liq bo'lgan muammoli holatlar ko'p. Barchaga assalomu alaykum. Bugun aynan suhbat loyihamizning navbatdagi soni va bizning doimiy ekspertimiz mehmonimiz Doniyor Imomniyozov. Assalomu alaykum, Nodirbek. Va bugun xudo xolasa suhbatimiz doirasida aynan PQ1 doirasida dastavval mana birinchi suhbatimizda aynan nima ishlar qilindi, qayerlarga borindi, ilmiy anaqalar maqsadi nima, yoki masalan ilmiy yo'nalishlarda qanday reja tuzildi haqida gaplashgandik. Endi bu safar bugun esa hozirgi kundagi faoliyat haqida gaplashamiz va to'g'ridan to'g'ri shtab a'zosi bo'lgan Doniyor aka o'zlari aynan qanday holatlar bo'lganligi haqida gapirib beradilar va shu asosda suhbatimiz sekin-astalik bilan davom qilamiz. Demak, birinchi savolim mahallada endi biz o'zimizga bevosita biriktirilgan mahalla doirasida aytadigan bo'lsam, ahvol u darajada yomon emas, ya'ni o'ylangan darajada yoki o'sha kutilgan darajada yomon emas. To'g'ri, ba'zi bir mahallalarda misol uchun jinoyatchilik soni bor, lekin u ma'lum bir naqalarga nima deydi, asoslariga ega. Misol uchun o'sha mahalladagi uchastkovoylar bilan, uchastkovoy deb keta qolaylik, uchastkovoylar bilan yoki bo'lmasa mahalla raisi bilan, yoshlar yetakchilari bilan gaplashilganda, ba'zi bir hududlarda jinoyatning sodir bo'lishini sababi o'sha hududda bozor joylashganligi yoki kattaroq savdo markazining borligi, ko'p qavatli uylar bo'lib, ko'p qavatli uyda ham qachon bo'ladi? Ijaraga berilgan holatlarda juda ko'p. Ya'ni ijarachilar o'rtasida yoki ijarachi bilan o'sha joydagi yashovchilarning o'rtasida muammo ko'p chiqadida, uyni egasi, haqiqiy egasi o'sha ijarachi bilan bo'lgan munosabatini to'g'ri tartibga solmasligini oqibatida yoki e'tibor bermasligi natijasida bunaqa holat ko'p chiqadi yoki mana Toshkent shahariga kirish hududida jinoyatchilik soni yoki jinoyatchilik demaylik-ku, huquqbuzarliklar soni nisbatan ko'proq. Endi hovli joylar bo'lgan mahallalarda, hovlilar ko'p domga qaraganda, bunday mahallalarda nisbatan huquqbuzarliklarning soni ham kam. Endi bevosita o'sha mana o'tgan safar gaplashgandik, advokat bilan mediator masalasini. Bevosita mahallalarda o'sha mahalla hududidagi advokat, mahallada o'sha nizodan xoli mahalla, mediator bilan nizodan xoli mahalla loyihasiga start berildi. Bevosita o'zimiz ham o'sha faoliyatni boshladik va hozircha 3 ta mahallada bevosita 4 ta mahallada tashkil qildik. 3 ta mahallada fuqarolarning qabulini ham amalga oshirdik. Ya'ni ham mediatorlik yo'nalishida, ham advokatlik yo'nalishida fuqarolar bilan gaplashdik. Bevosita ularga huquqiy jihatdan yo'l yo'riq ko'rsatmalarni berdik. Qaysidir ma'noda ishlar to'g'ri tashkil qilinyapti va amalga oshirilyapti desak bo'laveradi. Shunday. O'zi mana biz shu suhbatlarimizda ko'pchilikdan savol tug'iladi-da, odatdan mana ilmiy yechim qanaqa beriladi, o'zi ilmiy yechim nimaga kerak degan savol beriladi. Keling mana o'zi biz ko'rayotgan insonlarga ham yaqinroq tanish bo'lish uchun bir misol tariqasida gapirib beraman. Ya'ni ko'pchilikka tushunarli bo'lish uchun oddiy, soddoroq misol aytaman. Mana oddiy misol qilib aytganda, tasavvur qiling, mana Amerikada bir Garvard universitetida tadqiqot bo'lgan ekan. Mana odamlar, mana maqsad haqida-da endi bu. Maqsadini yozib qo'ysa, tezroq maqsadga erishadimi yoki xayolda o'ylab yursa. Va o'sha payti tadqiqot qilingan, bir 100 ta odam tanlab olingan. O'sha 100 ta odam tanlab olinib va o'sha 100 ta odamdan so'rashgan, maqsading nima deb. Keyin oradan bir 10-15 yil o'tgandan keyin tadqiqot natijasini qilib, aytmoqchi bo'lganim, maqsad yozib qo'ygan nimaga erishdi, yozmagan nimaga erishdi deb ilmiy asos yaratishgan ekan. Va shundan keyin odamlarga maslahat berishgan ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, demak siz maqsadingizni yozib qo'ying. Endi xuddi shunaqa hozir Toshkent davlat yuridik universitetida endi mahallalarda o'sha jinoyatchilikni oldini olish, xavfsiz mahalla yaratish maqsadida aynan o'sha ilmiy yechim yaratiladi. Endi xuddi hozir aytganimdek, siz hozir qanday ilmiy yechim ko'ryapsiz mahallada? Tashkil etilgan suhbatlar jarayonida bevosita o'sha o'zimiz advokat sifatida faoliyat yuritamiz va asosan nizolarni endi yo'nalishimiz fuqarolik huquqi bo'lganligi uchun jinoyatchilik sohasiga
u darajada mutaxassis emasmiz va o'shaning uchun ham u joydan informatsiyani, ma'lumotni olib, bu joydagi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan xodimlarimizga taqdim etyapmiz. Jinoyat yo'nalishida ular bevosita mutaxassis, ular fikr bergani maqsadga muvofiq. Endi o'zimizni soha nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, nizoli holatlar bevosita fuqarolik huquqi nuqtai nazaridan va oila huquqi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, meros bilan bog'liq bo'lgan muammoli holatlar ko'p. Va shu bilan birgalikda ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida juda ham ko'p o'sha birinchi mahallada tashkil qilganimizda 20 dan ko'proq bo'lgan fuqaro ishtirok etdi va aksariyat qismini savoli yo merosga oid bo'lgan yoki bo'lmasa o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan ko'chmas mulkka ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan masalaga borib taqalyapti. Endi bu narsa bizga nima beradi? Birinchidan, bu ertaga o'sha sohani takomillashtirish yuzasidan taklif ishlab chiqishda ko'r-ko'rona yoki bo'lmasa xayoliy narsalarni emas, bevosita aynan o'sha muammo nimada? Muammoni aksariyat qismi odamlarning o'z vaqtida harakat qilmasligida. Ya'ni subyektiv holatlari ko'p va ba'zi bir obyektiv asoslar bor. Ya'ni qonunchilikdagi bo'shliqlar. Yoki bo'lmasa o'sha amalga oshirish jarayonidagi tartib taomilni yoki soddaroq aytadigan bo'lsak, protseduraning mexanizmni yetishmasligi. Bevosita endi biz nima qilishimiz kerak? O'sha muammolarni o'rganib kelyapmiz. Qanchadir muddat endi 20 ta yoki bo'lmasa 30 ta odam bilan bu masalaga mana bunday ko'z bilan qarash yoki shunday xulosa berish bu yaxshi emas. O'shaning uchun ham yana ham ko'proq muddat izlanishimiz, misol yana ehtimol 1 oydir yoki bo'lmasa 2 oydir muntazam ravishda tashkil qilib tursak, aynan mana shunday naqalarni, jarayonlarni, suhbatlarni. Birinchidan bu fuqarolarni o'ziga bepul shaklda maslahat olish. Juda ko'p maslahatlarni ham berdik bu masalada va bizga yaxshigina informatsiya. Mana chet elning qonunchiligini o'rganamiz, bizni o'zimizning qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha, lekin bizda oqsaydigan tomoni amaliyot o'zi qanday? Chet eldagi qonun hujjatini O'zbekistonning qonuniga implementatsiya qilish jarayonida huquqiy transplantatsiya deb ataladi bu narsa. Ba'zi bir holatlarda juda shunday ko'chirib holatlar uchrab turadi. Lekin u holatlar bizda bo'lmasligi mumkin yoki mutlaqo boshqacha ishlashi mumkin. To'g'ri. Mana o'sha yuridik adabiyotlarda aytiladi, ustozlarimiz ham ko'p aytishgan, bitta davlatning qonunchiligidan bitta narsani olib bizni o'zimizning qonunchiligimizga kiritmoqchimisan, birinchi o'rinda u joydagi ijtimoiy muhit bilan bu joydagi ijtimoiy muhitni, o'sha aholini, toifasini, sonini yoki bo'lmasa genofondini o'rgan yoki undan tashqari o'sha joydagi aholini huquqiy ongi, madaniyati qay darajada-yu, bizdagi bu omil qay darajada rivojlangan. Huquqni qanday tushunadi, iste'mol qiladi va qanday amalga oshiradi. Ular qanday, biz qanday. Juda ko'p mezonlari bor bu narsani. Va ana undan tashqari bizda real muammo nimada? Mana hozirgi tashkil qilingan narsa xuddi shunga yetaklayapti. Misol, advokatni o'ziga murojaat qilganda, endi haq evaziga amalga oshiriladigan faoliyat, bu berkitadigan yoki boshqacha ko'radigan holat emas. Yetib kelmasligi mumkin. Muammo. Endi bu narsa bepul o'sha pro bono shaklda tashkil qilinayotganda odamlar tortinmasdan bemalol o'zidagi holatni aytyapti. Biz ko'proq bu narsani olsak, biz aniq qonunchilikdagi o'sha bo'shliqni yoki bo'lmasa ishlamayotgan mexanizmni qanday ishlatishimiz kerak. Mana notariusning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir tushunmovchiliklar bor yoki bo'lmasa yetarlicha aniq bo'lmagan qoidalar bor. Davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan ko'chmas mulkda kadastr hujjatini olish bilan bog'liq bo'lgan anchagina hali qonunchiligimiz yetib bormagan yoki bo'lmasa to'liq tartibga solmagan yoki aynan o'sha muammolarga oid bo'lgan qismi chalkash bo'lgan holatlar bor. Bu o'sha qonunda ham bor, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunda, nizomlarda ham bor. Shunaqa holatlar bor, qonunda uni javobi yo'q. Nima qilamiz degan savol bor. U fuqaro o'sha organga murojaat qilsa, kadastrga yoki notariusga murojaat qilsa, qilib berishni xohlaydi, lekin yo'l yo'q, mexanizm yo'q. Demak, hozirgi masalalarda ana endi biz qanchadir muddat o'rganib, ehtimol 1000 yoki undan oshiqroq bo'lgan umumiy statistik ma'lumotlarni yig'ib, umumlashtirib, yechim bersak, bu to'g'ri bo'ladi. Aynan mana shu narsa ilmiy yechim bo'ladi. Shunday. Albatta to'g'ri aytasiz. Bizni kuzatib turganlarga ham qayta eslatamiz.
Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy guruh hamda amaliy guruh tashkil qilingan. Ya'ni biz hozirgi kundagi faoliyatimiz aslida amaliy guruh sifatida faoliyat yurityapmiz. Keyinchalik ma'lumotlar to'planib, ilmiy guruhga taqdim qilinadi. Va o'sha paytda Toshkent davlat yuridik universiteti ustozlari, o'qituvchilari, professorlari birgalikda yoki alohida turli xil jurnal yoki misol uchun gazetalarga maqolalar, ilmiy ishlar ko'rinishida sekin-astalik bilan ya'ni o'rganilgan ilmlarni yoki misol uchun yig'ilgan natijalarni taqdim qilib borishadi. Va hamda yana bir savol berib o'tmoqchi edim. Mana misol hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, meros masalasi yoki ko'chmas mulk masalasida fikr bildirdingiz. Aynan qarang, fuqarolar mana shu joyda aynan qonunni o'rganmasligidanmi yoki undan xabarsizligidanmi asosan muammo nimadan kelib chiqyapti? Endi ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, huquqiy madaniyat va huquqiy ong bilan bog'liq bo'lgan narsa bu. Ya'ni bizda va plus yana bitta mezon bor, bu bizning madaniyatimiz va mentalitetimiz. Aynan meros bilan bog'liq bo'lgan masalada. Birinchisi o'sha huquqiy ong, huquqiy madaniyatga bog'liq tomoni haqiqatda o'zlarining huquqlarini bilmaslik edi. Bunga yechim mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda anchagina rivojlangan, televideniya qaysidir ma'noda susayapti. Ya'ni juda ko'p auditoriya televideniyada emas, ijtimoiy tarmoqlarda, yoshi ham, keksasi ham shunday. Bu masalada qilishimiz kerak, universitetning o'zi yoki bo'lmasa shu universitetdagi talabalar ishtirokida ko'proq kichik podkastlar yoki bo'lmasa o'sha reelslar deylik, o'sha reelslar orqali aynan eng mayda shaklda, eng sodda shaklda tushuntirib berishimiz kerak. Mana o'quv adabiyotlarimiz yaxshigina bor. Ilmiy adabiyotlarimiz bor. Va ularni faqat cheklangan doiragina qabul qilish mumkin xolos, o'rganish mumkin xolos. Lekin o'sha eshitish orqali audio yoki bo'lmasa video shaklda kengroq talqin qilsak, targ'ib qilsak, ana shu o'sha ikkita omilni biz bemalol bartaraf eta olamiz. Ya'ni huquqiy ongni, huquqiy madaniyatni taxminan 5 yoki bo'lmasa 10 yil oldingidan ko'ra tezroq rivojlantirish imkoniyatimiz bor. Chunki ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, internetga ulanish hozirgi kunda muammo emas va ko'ruvchilar soni ham anchagina ko'p. To'g'ri, ko'rilishi misol uchun turli xildagi maishiy reelslarga yoki bo'lmasa komedik yo'nalishdagi blogerlarni ko'rilish soniga nisbatan kam bo'lishi mumkin. Lekin sekin-sekin biz ko'paytirib boraversak, huquqiy podkastlarni, huquqiy o'sha ko'rsatuvlarni yoki bloglarni va unda eng sodda shaklda, huquqiy tilda emas, misol uchun fuqarolik kodeksining falon moddasiga ko'ra mana bunda yozilgan, uni hech kim eshitmaydi va tushunmaydi, tushunmaslik ehtimolligi ko'p. Yoki shuni eshitgan payt fuqarolik kodeksi yoki misol uchun plenum qarorlaridan kelsangiz, deydi, shunday, eshitmay qolishi mumkin yoki aynan o'sha narsani topish ehtimolligi kam. Lexusga kirib fuqarolik kodeksini oddiy odam endi qiynaladi. Endi sodda shaklda eshitib, misol uchun birinchi darajadagi merosxo'rlar kimlar? Tasavvur qiling, siz vafot etdingiz, sizni merosxo'rlaringiz kim bo'ladi? Birinchi navbatda ota-onangiz, farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz. Agar hayot bo'lishsa, mana shu shaklda, sodda shaklda o'zidan misol keltirib yoki bo'lmasa yonidagi agar podkast bo'ladigan bo'lsa, sherigidan misol keltirib, hayotiy shaklga bog'lab javob berilsa, bu foydali, manfaatli bo'ladi. Ikkinchi omil bu yuqorida aytib o'tganimizdek milliy qadriyatlar, madaniyatimizga borib taqaladi. Aynan merosda. Chunki yillar davomida shakllangan o'sha otadan o'g'ilga, kenja farzandga yoki bo'lmasa to'ng'ich farzandga vasiyatnomani yozma shakliga rioya qilmagan, umrining oxirida yoki bo'lmasa yillar davomida uyim senga qoladi, mashinam senga qoladi deb og'zaki aytib ketilgan va ana shu narsa asosida keyinchalik meros ishlari hech qanaqa bir nizosiz bo'lib ketavergan. Lekin hozirgi kunga kelib aytishga majburmiz, qadriyatlarimiz o'zgaryapti. Globallashuv jarayonida chet el omili yoki umuman juda ham ko'p holatlarda bizning qadriyatlarimiz o'zgaryapti. Mana o'sha qadriyatlarimizni o'zgarish natijasida meros bilan bog'liq bo'lgan nizolarning soni oshyapti. Bevosita ana shunga borib taqaladi. Men shunday hisoblayman va bizni hozirgi kundagi amaliyotimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu fikrimni bemalol isbotlab berishim mumkin. Nimaga? Mana tasavvur qiling, 2020-yilda ota vafot etdi. Ana endi 2020-yilda o'sha bizni qonunchiligimiz bo'yicha 6 oydan keyin merosni qabul qilish mumkin. Lekin biz nima qilamiz? Biz otaning nomida uyni qoldirib,
davom etib ketaveramiz. Hamma yashab ketaveradi. Qachonki farzandlarning o'rtasida, aka-uka, opa-singillarning o'rtasida bitta nizo chiqib, keyin merosni egallashga kirishilgungacha vaqt o'tib ketib qoladi. Bevosita shu kuzatishlar natijasida, sud qarorlarini o'rganish natijasida shunaqa holatlarning guvohi bo'lganman. 10 yillab, 15 yillab merosni qabul qilmagan. To'g'ri, bizning qonunchiligimizdagi bitta kamchilik merosni qabul qilishga nisbatan muddatni yo'qligi. Mana bu ham ilmiy tadqiqot natijasida olingan xulosa. To'g'ri, bir vaqtlar bo'lgan, 2008-yilgacha qadar bo'lgan davrda adashmasam, lekin hozirgi kunda muddat yo'q. Fuqarolik kodeksining yangi loyihasiga biz buni kirityapmiz, muddat masalasini. Lekin hozirgi kundagi holatda aynan o'sha merosni egallashga qabul qilishga nisbatan muddatni yo'qligi o'sha yillar davomida merosxo'rlar o'rtasida merosni o'zini nomiga olmasligi, agar soddaroq aytadigan bo'lsam, nizoni keltirib chiqarib beradi. Mana qarangda, agar merosxo'r merosni vaqtida olmaydigan bo'lsa, misol uchun davrni 15 yil olaylik yoki 10 yil olaylik, 10 yil ichida qaysidir merosxo'r vafot etadi. Tabiiy holmi? To'g'ri. Tabiiy hol. O'lishi mumkin, vafot etishi mumkin. Endi uni olishi kerak bo'lgan ulush uni avlodlariga o'tishi kerakmi? Merosxo'rlarga o'tishi kerakmi? Bizning qonunchiligimizda meros transmissiyasi, taqdim etish huquqi degan tushunchalar bor. Lekin meros vaqtida egallanmagandan keyin bitta ulush, bitta o'sha meros nizosi bo'yicha xulosa berganimizda merosxo'rlardan bittasiga 144 dan 12 ulush hisoblaganmiz. Shunchalik o'tib ketgan. Transmissiya, taqdim etish cho'zilib, adashmasam 8 yildagi period. 8 yilda 2-3 ta merosxo'r vafot etgan. Uni merosi avlodlariga o'tyapti, farzandlariga yoki bo'lmasa transmissiya holatda qonuniy merosxo'rlarga o'tyapti. Merosxo'rlar doirasi haddan tashqari kengayib ketib qoladi. O'zi o'sha birinchi darajani o'zida meros yakunlanishi kerak. Agar birinchi darajani hammasi bo'lsa, birinchi darajadan bittasi bo'lmasa, uni o'rniga boshqa bir shaxslarning kirib kelishi bo'ladimi? Agar uylangan bo'lsa, farzandlari bo'lsa, ular chiqib keladi. Otani o'rnidan transmissiya yoki bo'lmasa taqdim etish bilan son ko'payib ketib qoladi. Merosxo'rlardan birortasi chet elga ketib olgan bo'lsa, to u qaytib kelmagunicha merosni agar ko'chmas mulk sifatida oladigan bo'lsak, merosxo'r nomiga rasmiylashtirib olmaydi. Mana bu muammomi? Shunaqa holatlar bor. Misol uchun ketganiga 10 yil bo'lgan, 15 yil bo'lgan yoki 3-4 yil bo'lgan boshqa davlatga kelmaydi. Yoki bo'lmasa yo'q, taktugi bilan yo'q. Bu yoqda 2-3 ta merosxo'r bor. Merosni egallash uchun harakat qilaman desa, notariusning bazasi FHDyoga ulangan, ZAKSga ulangan. Merosxo'rlardan bittasi kelmasa, ular merosni qabul qila olmaydi. To'g'ri. Misol uchun aytishlari mumkin, hozir bo'lmagan merosxo'rning ulushi degan narsa bor-ku, fuqarolik kodeksida yozilgan-ku, yozilgan. Lekin merosni qabul qilish jarayonida uni merosxo'r o'zini nomiga o'tkazish kerak. Nomiga o'tkazish uchun hamma rozi bo'lishi kerak. Endi u merosdan voz kechish bo'lsin, qabul qilish bo'lsin, merosxo'rlar doirasi keng, hammasini bir joyga yig'ish kerak yoki bo'lmasa har bittasidan alohida откazной xat olib chiqish kerak. Notarius. O'shani hisobini o'ziga 6-7 oy vaqt ketib qoladi. Ana endi shu masalani o'zi bizni ilmiy tadqiqot olib borishga majbur qiladi. Mana. Birinchi o'rinda biz merosni egallash muddatini, qabul qilish muddatini belgilashimiz kerakmi? Kerak. Qancha muddat bo'lishi kerak? Buni ham eng optimalni olishimiz kerak. Oqilona muddatni olishimiz kerak. Shunga o'xshagan muammolar, holatlar ko'p. Mana merosning o'zidagi va ikkita asosiy omil aytdim. Endi bundan tashqari juda ko'p qo'shimcha omillar bor. Buni ichiga kirib o'rgansangiz chiqaveradi. Imino, ya'ni bitta shaxsga tegishli bo'lgan yoki bir necha shaxsga tegishli bo'lgan va umumiy jamiyatdagi hammaga tegishli bo'lgan omillar ko'p. To'g'ri. Mana xuddi shu, mana hozir o'zingiz aytganingizdek, mana shu narsalar mana mahallaga borib o'rganilmasa, fuqarolarda qanday holatligini bilishmasa, misol uchun, demak bu yaxshi, to'g'ri ketyapti, demak unga o'zgartirish yoki qo'shimcha kiritish kerak emas degan xulosaga kelinadi. Xuddi shunday. Yoki bo'lmasa o'sha boya aytganimizdek, holat qanaqaligini bilmasdan turib, deylik qaysidir davlatning qonunchiligini o'rgandiga, zo'r ketyapti. Qabul qilsak bo'laveradi. Qabul qildik, lekin u ishlaydimi? Mana Yaponiya bankrotlik to'g'risidagi qonunini o'sha qaysidir chet davlatlardan olgan ekanda, bir
ma'ruzalardan bittasida eshitib qolgandim. 8 yilmi 9 yil ishlamagan qonun Yaponiyada. Nimaga desa, qonun to'g'ridan to'g'ri shunday olib, shunday qo'yib qo'yilgan. Ana undan keyin o'sha o'rganib, nimaga ishlamayapti deb o'rganib, xulosa qilib, ilmiy tadqiqot natijasida qilinganda qonun Yaponiyani madaniyatiga, udumiga yoki bo'lmasa o'sha joydagi huquqiy ongi madaniyatiga mutlaqo teskari yoki bo'lmasa zid holatda bo'lganligi aniqlangan. O'z-o'zidan unaqa qonun ishlamaydi. Jamiyat qabul qilmagan narsa qachon ishlaydi? Hech qachon ishlamaydi. Mana shu nuqtai nazardan keyinchalik qonunni o'zgarish kiritib, o'zini ruhiga, o'zini o'sha xalqiga, o'zini madaniyatiga moslab yozgandan keyin, ana undan keyin ishlab ketgan. Rahmat kattakon javob uchun. Albatta, mana ushbu suhbatlarimiz aynan hozirgi kunda shu PQ1 doirasida mahallada bo'linayotgan amaliy ishchi guruh tomonidan ishlar yuzasidan bo'ldi. Demak, kelgusi ko'rsatuvlarga salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling, Nodirbek.